Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar, tomosha qilayotganlar. Bejizlarga aytmayapmiz, Xalfana dasturini to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilsangiz bo'ladi. Tasvir bor. YouTube kanali Oriyat Dono Xalfana Bahodir Qo'rg'onboy deb yozsangiz to'g'ridan-to'g'ri tasvirni ham video tarzda namoyishini ko'rib turasiz. Mehmonimiz avval ham tashrif buyurganlar, ham fikr bo'lganmiz, ham suhbat bo'lganmiz. Mana bundan buyog'iga ketma-ket tadbirlarda, Oyna jahonda, boshqa telekanallarimiz, radio kanallarimiz ham ketma-ket taklif qilishyapti, chaqirishyapti, chunki qo'lida soz bilan jonli ijroni aytadiganlarimiz kundan kunga kamayib boryapmiz. Shuning uchun bor bo'lsin, bular ko'p bo'lsin, borlarni qadrlash, olib chiqish, bardavom bo'lish bizni oldimizga qo'ygan vazifalarimizdan biridir. Bahodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Ancha bo'ldi suhbat qilganimizga? 2 yil, 1 yil, ancha? 2 yil bo'lib qoldi. 2 yillar bo'lib qolibdi bir pasda? Ha, ana 2 yillar bo'lib qolibdi. Yonlarida sozandalar, navozandalar, Hasan aka Rixsiyev doirada assalomu alaykum. Xush kelibsiz domla. Oq va qora deymiz, bu yerda arganlarimiz Davron aka Abdullayev assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bu jarayonlarni bizga doim boshqoch bo'lib turadigan qadrdonimiz borlar, Sherzodbek. Mana shu Sherzodbekga ham rahmat. Bahodir akamni qo'llab-quvvatlab, qayerda bir jonli ijrolar bo'lsa, go'zal qo'shiqlar bo'lsa, akamni Shaylo aka, qachon chaqirasiz bizni deb turadigan odam menga kerak. Bugungi kunda kerak. Qachon bizni chaqiramiz? Biz shunga qarab rejamizni qilib, xalqimizga, tinglovchilarimizga bir namoyishlarni, go'zal qo'shiqlarni yetkazishga harakat qilib yuramiz. Endi ko'proq qo'shiq eshitishga harakat qilamiz. Orada mayli agar fikrlar boshqa bo'lsa, qisqaroq gaplashishga balkim imkoniyat bo'lar. Tor, doira va oq va qora uchlik bilan, trio bilan sizlarni xushnud qilamiz degan umiddamiz. Bahodir aka, nima bilan boshlaymiz? Mayli, hozir shu birinchi qo'shig'imizni shu klassik qo'shiqlarimizga murojaat qilgan holda shu elimiz sevgan buyuk shoirlardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallari bilan aytiladigan shu Topmadim degan qo'shiq bilan boshlaymiz. Rahmat, rahmat. Xo'p, qo'ldan kelgancha ijro etamiz. Muxlislar o'zlari baholarini berishadi. Ko'nglimdan o'zga mahramiyat asror topmadim. Jonimdek o'zga jonu dilafgor ko'rmadim ay. Ko'nglim kabi ko'ngilni giriftor topmadim ay. Hay, 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 yar, yar, ah, yar, aram canay, sarvi ravanay, yar, yar, isrut ko'ziga toki ko'ngil bo'ldi muftalo. Hargiz bu telbani yana
topmadım ey hay yoray Bağırıp oray eşiğe kapına beti köyler Neçe kibarı bir şekilde bar tapmadım ey hay yaram ey Babur uzini orgatakur yarsız kimin ay 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 vay Uzini orgatakur yarsız kimin istab cahani buncha kezib yar tapmadım ey hay yar yar ah yar aram can sarvi ravan bir bey yine kast can meysizim sizlerige ara bir bey yine kast can meysizim şiirin zaban meysizim Sheng, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Aynan reklama e'loni vaqtlari keldi. O'tkazamiz, keyin ham fikr bo'lamiz. Hop, aziz do'stlar, davom etyapmiz. Oriyat donada xalfana dasturi. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Qo'ng'iroq bor 71 203 10 65. Bahodir Qo'rg'onboyev bo'ladigan bola shunaqa bo'ladi. Shu yerda o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisiz? Oqshomlar xayrli bo'lsin, kirib kelayotgan. Rahmat. Andijondan Jahongir. Hop, labba eshitamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka, xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Dono radiosiga hamisha sog' bo'ling, ovozaringizga ovoz qo'shilsin. Rahmat. Niyatni ham bo'lsin, niyatlaringizga Alloh barakatini bersin. Rahmat, salomat bo'ling. Juda maza qilib eshitib o'tiribman hozir. Onam bilan shu otam o'tib ketgan otalar uchun ham bironta bir qo'shiq bo'lsa, bir ikki misra bo'lsa ham ijro etib bersangiz xursand bo'lardik.
Xo'p, Kelajakda omad Qodir aka. Sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Onaxonga sihatlik, salomatlik, uzoq umr, o'tganlarimiz oxiratlari obod bo'lsin, borlarimiz tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin deymiz. Endi albatta xonandani o'zini mo'ljali bo'ladi-yu, mayli, yana hozir savol berdingiz, taklif bo'ldi. Balkim nimadir o'ylab turgandirlar, fursat yetsa balkim gaplasharimiz uni ham. Qo'ng'iroqlab, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahodir aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Adash aka. va alaykum assalom. Men Toshkent shahri Mirzobek tumanidan Abdulloh Toshkentdan. Eshitamiz Abdulloh, labay. Bahodir aka, ijodlaringizga omad tilayman. Ovozingizga inshaalloh ko'z tegmasin. Zo'r ko'rsatuvni olib borasiz Bahodir aka. Men Toshkentda tinglayapman sizlarni. Uyda tinglayapman. Ijodlariga omad tilayman. Ota-onalariga umrlari uzoq bo'lsin. Sog' beringlar, ijodlariga omad tilayman. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ijodkorga faqat omad va albatta muxlislarimizni, shinavandalarimizning yaxshi gaplari, fikrlari, tilaklari, yosh ulug'larimizning duolari. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahodir aka, tuzingizga salomlar. Assalomu alaykum Bahodir aka. Shukr radiono radiosiga. Hurmatli boshlovchining, hurmatli mehmoning, adashib qolyapmiz qaysi Bahodir aka desangiz. Ikkita Bahodirlar turibdi-da Bahodir aka. Bahodirlar bir bo'ldi bo'lyapti-yu. Aloti Bahodir aka amatda yana bir bora. Rahmat. Labbay. Men nima Muhammad Ali bo'laman. Endi savollarimiz yo'q. Oldin bir kelganda eslasam ko'p ma'lumotlarni oldik. Bizdan shu Bahodir akam ishlariga omad tilaymiz ilohim. Shu qilayotgan ishlarni Alloh dargohida qabul aylasin. Xalqinaga yana bir bora xushkasiz deymiz. Direktorlardan qo'shilasiz, sizga Allohning o'zi kuch-quvvatlarni yog'dirsin aka. Rahmat, salomat bo'ling. Hali bilibsiz, ko'rdingizmi, avval kelganlar savollar berganmiz, javoblar olganmiz, endi qo'shiq o'tamiz deyishyapti, to'g'ri qilishyapti. Navbatdagi qo'shiq yangraydi, quloqchini ichib qo'yamiz. Bemalol mana o'zbekona do'pilar bilan chiroyli bo'lib kelishgan bo'lib, o'zbekona torlar bilan juda miriqib bugun eshitamiz, maza qilamiz. Tushgan bo'lsa to'g'rilab oling. Xonani ob-havosi har xil, shuning uchun salqinlik qilgan bo'lishi mumkin. Hasan dodam chiqib ketmasa-la bo'ldi, doirani qizdiraman. Qolgani soz. Ana rostakami shunaqa bo'ladi. Lani berib yuboring deydi-yu. Hop. Endi hozirgi qo'shig'imiz shu. Yigitning deb nomlanadi. Hop bo'ladi. O'zimizning mualliflik qo'shiqlarimizdan Xol Muhammad Hasanov so'zlariga bastalangan qo'shiq. Hop bo'ladi. Muxlislarimiz e'tiborlariga birinchi marta havola qilamiz. O'zlari baholarini berishadi degan umiddamiz. Rahmat. Hop bo'ladi. Dunyosi bo'lmasa hamki parchanoni bo'lsin yigitning. Mol dunyosi bo'lmasa hamki parchanoni bo'lsin yigitning. Ko'ngli kabi ochiq va tantiy, dasturxoni bo'lsin yigitning. Ko'ngli kabi ochiq va tantiy, dasturxoni bo'lsin yigitning.
ruxsoriga ko'z to'yadigan kuchganida qo'l kuyadigan yelkasidan suv quyadigan ey yor joni bo'lsin yigitning yelkasidan suv quyadigan ey yor joni bo'lsin yigitning yetkanda umring unsiz yig'lab qolarlik ering oyoq cho'zib yotarlik yering qabristoni bo'lsin yigitning tinglaganni mast qilguchi g'ayur dilni past qilguchi ag'yorni do'st qilguchi til zaboni bo'lsin yigitning biror nokas kamsisa ko'nmas o'z udmiyu urfidan tanmas or nomus deb quyilmas tinmas ey qaynoq qoni bo'lsin yigitning or nomus deb quyilmas tinmas ey qaynoq qoni bo'lsin yigitning yor joni bo'lsin yigitning parchanoni bo'lsin yigitning o'z osmoni bo'lsin yigitning yashang barakalla salomat bo'ling omon bo'ling yigitlarimiz omon bo'lsin hammalari ham qo'ng'iroq bor 71 203 10 65 go'shakni ko'taramiz labbi assalomu alaykum rahmat assalomu alaykum hurmatli ustoz Bahodirxon labbay va alaykum assalom assalomu alaykum hurmatli aziz mehmon san'atkor Bahodirjon assalomu alaykum assalomu alaykum xo'sh ustasi jarangdor yoqimli ovoz sohibi san'atkor Bahodirjon xalqimizga manzur qo'shiqlar ijro etib bermoqdalar-ku. Har ikkovingizga ham ming bora rahmatlar bildirgan holda san'atkor Bahodirjonga O'zbekistonda eng asosli san'atkorlar saflaridan o'rin olishlarini tilab qolamiz. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat.
Salomat bo'ling, rahmat. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Salohiddin aka, Safo domla, tanjoning sog' bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. O'zimiz ham bugun ancha ulug'larni, ustozlarni eslaganimizda onam bilan alohida Salohiddin aka, Safo, Jo'raxon Xojona, Abdurahmon Samad Hojiyev, Lazakat opaqimiz, Ergash amaqimiz, Gulnora opalarimiz, Dilshod Ahmadsho, yana boshqalarni ketma-ket ismlarini aytib chiqdilar hammalarini. Tanjonlik sog' bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahodir akalar. Va alaykum assalom. Tanijoninglar sog'mi? Madaniyatdan Kamoliddinman. Labe Kamoliddin aka. Aynan mana eshitib o'tiribmiz oilaviy. Rahmat. Bahodir akamga omad. Rahmat e'tiboringiz uchun rahmat. Xalqi nazardan qolmasinlar, Allohning panohida bo'lsinlar. Mana eshitibmiz. Bahodir akamni to'ymaymiz eshitib. Rahmat. O'zi madaniyatdan beri kelmay qoldilar o'zi. Madaniyatdan kelyaptilar. Madaniyatda hammasi Bahodir akaning ishi-yu, qaysi ishga borsang Bahodir Qo'rg'onboyev navbatchi bugun deyishadi. Shunaqa Bahodir aka. Sog' bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Tabarakashim akam qilinglar. Omon bo'lsinlar hammalari ham, sog' bo'lsin. Rahmat Kamoliddin aka, rahmat, salomat bo'ling. Biz yuqorida ham gaplashdik, Shinavanda bor ekan, ijodkorning ishi bo'laveradi. Chin shinavandalar bor bo'lsin, yaxshi ko'radiganlar bor bo'lsin. San'atkorga xalqi doim ish tushib turish kerak, yo'qlab turish kerak, shundagina uni san'ati bardavom bo'laveradi deymiz-ku. Kecha ham fikr bo'lib ustozlar haqlarida boshqalar gapirdik, bizga yaxshi gap bo'lsa, qarsak bo'lsa bo'ldi degandek ko'plab san'atkorlar deyishdi. Rahmat deydigan, baraka top deydigan, bir jup bo'lsin, eshitaylik deydigan o'sha holatlarni sog'inadi. Bugun kunni kishilari endi ko'proq yoshi ulug'larimiz bu narsadan ko'proq farqiga borishadi. Ko'p eshitganmiz, oshlarda Mamat akalar qo'shiq aytganda, Orifxon akalar, boshqalar laganni ustini ushlab oladi odamlar. Yeb bo'lgan oshini ushlab o'tirardi. Laganni olsa Alloh akbar chiqib ketadi ham. Shuning uchun osh yeb bo'lgan-u, laganni qo'lini ushlab turardiki, qo'shiq tugasin degan gaplar bo'ladi deyshadi. Buni ham bilan mana bir yig'inda ham ko'rdim. Ahmadjon Dadayev navbatchi bo'lib qo'shiq aytib turuvdilar. Tongda o'shanaqa amir ma'ruflarimizda Qobil qor akamiz bitta ona qo'shig'idan bo'lsin, Mashrab g'azali bilan deb qoldilar. Iltimosinglarga binoan o'sha qo'shiq deb turib, Ahmadjon Dadayev shu qo'shiqni aytib berguncha hech kim o'rnidan turmadi. Osh yeganmi, yeb olmaganmi, hamma jim o'tirib oxirgacha tingladi. Ana undan keyin sekin-sekin g'imir-g'imirlar. Demak, qo'shiqning shinavandasi, qo'shiqning egalari hali bor. Shunisi yaxshi deb Bahodir aka deyishadi bizga. Biz uzoqdamiz, musofirdamiz, boshqadamiz, YouTube'da videoda ko'ramiz deyishadi. Qolaversa, eshitolmagan bo'lsak, o'tib ketib qolgan bo'lsa, keyin yana qaytarib ko'rib olaveramiz videoda, tasvirda deyishadi. Bu ham yaxshi. Sizga qancha qulay bo'lsa, mana qarang, zamonani zayli bilan avval yo'q edi bu narsalar. Boya Bahodir akam so'radilar, oshla qilardingiz-a, oldin xalpanalarda dedilar. O'shalarni eshitganmiz biz, oshla bo'lardi. Nima qilmayapsiz dedilar. Lagan yuvish o'zimga qolib ketyapti dedim. Yo'q deydilar. Hamma ketib qoladi dedim. Bitta o'zim qolib ketaman dedim. Hamma osh yeydi, bo'ldi, ketaveradi. Nasib bo'lsa 3-kelishimizda lagan yuvadiganlarni ham olib kelamiz, osh qilamiz bitta yaxshi. Vaqtliroq kelsangiz, vaqtliroq pishsa o'zimiz ham yuvaramiz. Hammasi vaqtli ketganing, men bir o'zim belimga partuni boylab olib 8-mart bo'lsa kerak bugun deyman-da. Qiynamaymiz. Ayollarning o'rniga ham o'zim keyin yuvib ketaveraman laganlarni ham. Omon bo'lsinlar. Bitta qo'ng'iroq eshitamiz. 71 203 1065 Bahodir Qo'rg'onboyev Oriyatdonada 2-marotaba ham suhbat bo'lyapmiz. Oyna jahonlarda ko'p ko'rdinglar. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'ldilar akam. Baraka topsinlar. Chiqib turing, ko'rinib turing deyman doim. O'zim ham harakat qilyapman. Qayerlardadir chiqsinlar deb iltimos qilib yuraman o'zim ham. Xalq bilsin qahramonlarini, jonli ijroda yurgan akalarimizni. Labi assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshilarsizmi, charchamasdan? Rahmat va alaykum assalom. Bahodir Qo'rg'onboyev, ijodlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. Men bir ikkita savollarim bor edi. Mana hozir ijro etgan qo'shig'ingiz, ya'ni o'sha yigit haqida adashmasam, Xolin Muhammad Hasan o'g'li she'ri bilan dedingiz, agar xotiramiz pand bermasa. Men savolim shundan iboratki, masalan o'sha Bahodir Qo'rg'onboyev ijodida o'zini shaxsiy mualliflik qo'shuvlari deganda, masalan, biron bir shoir she'ri bilan biron bir bastakor kuyini bastalagan yoki o'zingiz she'rini yozib yo o'zingiz kuy bastalagan, shu o'zingizni mana bu Bobur g'azalini ham eshitdik. Men
o'sha savolim shunaqaki, o'zingizni mualliflik qo'shiqlaringiz haqida bir 2 3tami, 3-4tasini bir nomma-nom mualliflar bilan bir sanab o'tsangiz degan savolim edi. Keyin kelajakda bir kichkinagina bir saroylarda, masalan Turkiston saroyidami, shunga o'xshagan bir kichikroq saroylarda bir konsert dasturlari rejada bormi? 2026-yilmikin yoki shu yilmi? Undan keyin yana bitta savolim, haligi Bahodir Qo'rg'onboyevning audio albomlari chiqqanmi yoki bir ijtimoiy tarmoqdan topish kerakmi? Shu to'g'risida ham bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Rahmat, ijodlaringizga muvaffaqiyat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Hop, Bahodir aka, mualliflik qo'shiqlar. Hozir birinchi qo'shig'imiz hozir. Yaqinroq keling mikrofonga. Birinchi qo'shig'imizga agar e'tibor berishgan bo'lsangiz, hozir aytib o'tdim, o'zbek shu klassik qo'shiqlarga murojaat qilgan holatda ijro etdik. Hazrat Bobur g'azallari bilan aytilgan Topmadim degan qo'shiq bu, Saraxbori Oromjon degan kuyga bastalangan qo'shiq bu. Ikkinchi qo'shig'imiz shu Xol Muhammad Hasan so'zlariga o'zimizni bastalagan qo'shig'imiz bu. Kuyi mana o'zimni mualliflik kuyim, so'zi shu shoiri so'zlari bilan aytilgan qo'shiq. Yana mualliflik qo'shiqlarimiz bor, xudo xolasa birin-ketin ijro etib boramiz. E'tiboringizga havola qilib. Ijtimoiy tarmoqda borsiz? Ijtimoiy tarmoqda bormiz mana. YouTube'ga ham qayerga kirish kerak? Instagramga Sherzodbek ukamiz mana shu ijtimoiy qayerda bo'lsa hammaga qo'yib boryapti. Bahodir Qo'rg'onboyevcha bor-a ichida? Albatta, bor. Ismi Bahodir Qo'rg'onboyev. Shunaqa deb yozsa, ism fan. Bo'ldi, ana shu yerdan topasanglar bo'ladi, boshqa qo'shiqlarni qo'yib kanallari shu Instagram kanallaridan. Kichkinagina joyda bo'lsa ham, qisqaroq bo'lsa ham, boshqa ham konsert qilish mumkinmi, deyaptilar. Ya'ni kelajakda rejalarimiz bor endi. Buni endi ish ko'p, konsert qilish ish ko'p bilasizlar, homiy, hamkor, boshqa. Agar hammanglar shov-shuv qilib yuborsanglar, albatta qilamiz, boshqa gap yo'q. Biz saroy bizdan deb yuborsanglar, Bahodir aka saroy bizdan, falon kuniga konsert qiling. Bahodir akam ham olib boringma deb xizmatini biza qilaversa, men o'zim boraveraman yoningizda. Rejamizda bor endi bu narsalar ham yo'q. Yashang, salomat bo'ling. Aytishga oson, lekin sharoitdan, imkoniyatdan kelib chiqqan holatda qilamiz. Imkoniyatdan kelib chiqib. Navbatdagi ijroga o'tamiz, vaqtdan yutish uchun. Quloqchinlarni yechib, bemalol mana savol-javobda ham ko'rdinglar. Gaplashib oldik, aniqlashtirib oldik, nima haqida gap ketayotganligini. Ularni ham hal qilamiz sekin-sekin. Hozirgi ijro etadigan qo'shig'imiz Ko'rinmaysiz deb nomlanadi. Ko'rinmaysiz. Albatta, bu ham shu o'zimizning mualliflik qo'shiqlarimizdan. Xo'p bo'ladi. So'zini ham ozgina qo'ldan kelgancha o'zimiz. Ana bor ekan u. So'zi ham Bahodir Qo'rg'onboyev. Shunaqa. Bo'ldi. Qani. shaydo qilib ey ko'zlari xumor ko'rinmaysiz bizni shaydo qilib ey ko'zlari xumor ko'rinmaysiz yetib bizni ishqingizda nechun zor ko'rinmaysiz yetib bizni ishqingizda nechun zor ko'rinmaysiz chaman ichra ochib gulg'unchasin yetsa tamannolar sizi gul ochmagaysiz yuz buni asror ko'rinmaysiz sizi gul ochmagaysiz yuz buni asror ko'rinmaysiz sanamlar bazmida mastona ko'z suzmush necha mohlar alar ichra bo'lib oy yuzli gul ruxsor ko'rinmaysiz alar ichra bo'lib oy yuzli gul ruxsor ko'rinmaysiz
ichra bo'lib oy yuzli gul ruxsor ko'rinmaysiz. Ko'ngil ko'zgusida parlab turarsiz misli bir oftob bo'libman ishqingizga ming bora iqror ko'rinmaysiz. Hayolimda chizarman suratingizni bo'lib naqosh qilib ko'ngilda ismingizni ming takror ko'rinmaysiz. Hayolimda chizarman suratingizni bo'lib naqosh qilib ko'ngilda ismingizni ming takror ko'rinmaysiz. Qilib ko'ngilda ismingizni ming takror ko'rinmaysiz. Ey yor ko'rinmaysiz, dildor ko'rinmaysiz. Yashang, rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi chiqibdi qo'shiq. Buni yozdingizmi, hali yozmadingizmi? Buni studiyada qilib, yozib, juda chiroyli. Ohangi ham, musiqasi ham, so'zi ham g'ashingizga tegmaydigan, chiroyli o'sha ustozlar kuylagan, ustozlar yozgan mavzular xalqqa yoqadi demoqchiman. O'zimiz ham sog'inganmiz bunaqa narsalarni xos. Har xil mayda-chuydalardan ko'ra odam ichiga yoqadigan, manzur bo'ladigan, qarang, naqqosh qilib so'zlar topilgan, xayolimda chizaman seni suratingni degan so'zlarni topib yozgan ekansiz. Gap yo'q shoirimizga. Qalamingiz bundan ham uchqur bo'lsin. Qo'ng'iroq bor. Eshitamiz 71 203 1065 Bahodir Qo'rg'onboyev Oriyat Donoda. Jonli. Labbi assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat. Bahodirjonlar, qalaysizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? O'tiribmiz mana bir-birimiz boshimizga tekizib. Juda yaxshi qo'shiqlar, yaxshi suhbatlar bo'lyapti. Men Andijondan Bahronjon Isroil bo'laman. Xo'p. Mana shu yigitni hozir men o'ylab turgan qo'shig'i ijro etildi. Men bu qo'shiqni bir ancha yillar burun televideniyada qaysidir kanalda, telekanalda shu bola, bu bola ham yoshlik edi o paytlarda. O'shanda shu qo'shiqni ijro qilgan edi. Shunda birinchi eshitib, juda bir maza qildim, eshitib, undan keyingi yillar eshitmay qo'ygan edim. Keyin yaxshi mana shu Oriyat radiosi sharofati bilan keyingi paytlarda eshitib oldim. Mana bugungi suhbatdan yana ham xursand bo'ldim. Hozir ancha maza qilib suhbatda eshitib o'tiribmiz. Hozir men shu savolni bermoqchi edim. Savolni berishimdan avval shu qo'shiq ijro qildim, juda xursand bo'ldim. Katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. To'g'rimi gap? Albatta to'g'ri aytyapsizlar. Ijro etilgan bu yaqinroq keling. 90 adashmasam 1998-99-yillarmi adashmasam shu televideniyada, shu O'zbekiston telekanalida qo'shiq bilan ko'raman olamni degan bir ko'rsatuv bo'lgan edi. O'sha ko'rsatuvda chiqqan edik. O'shanda bu qo'shiq bir ijro etilgan edi. Qarang, xotiralari zo'r ekan. To'g'ri topdilar. O'shani bir paytli eshitdim dedilar. Menimcha shu qo'shiq bo'lsa kerak. Mana hozir yaqqol eshitdim oxirigacha dedilar. Qoyil. Xotira zo'r ekan. Siz bilan biz ertalar nima choy ichdingiz, siz esimizga kelmaydi. Xotira zo'r ekan. Qo'ng'iroq. Labbi assalomu alaykum. Labbay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oriyat Dono. Xuddi o'zi, eshitamiz. Men ikkala boshlovchi hamda aziz mehmonga men sog'lik tilayman, hamisha sog' bo'lsin baxtimizga. Men bitta taklifim bor edi, agar ijozat shu ona haqida bitta qo'shiq aytsa bo'larmi? Hozir ko'ramiz, xo'p bo'ladi. Otalar haqida so'radinglar, onalar haqida so'radinglar. Imkoniyatdan kelib chiqamiz. Xonanda kelayotganda o'zini rejasi bo'ladi, ko'p aytaman.
o'ziga bunday qaraydi, soatga qaraydi, vaqtga qaraydi-da, shunga qarab reja qiladi. Mana hozir ham aytadi, Bahodir hozir reklama bersa, bundan keyin bitta yoki ikkita qo'shiq sig'adi. Men o'zimni o'ylab kelganimni ayta olmaymanmi yoki muxlisda qo'ng'iroq qilganini aytishim kerakmi deb o'ylab reja qiladi-da. Labi assalomu alaykum. Yo'q, 22:08 bog'lanmadik. Negadir bilolmadim. Qisqa reklama o'tkazaman, keyin ham fikr bo'lamiz. Hop, davom etamiz. Omon bo'lsinlar. Hasan aka Rixsiyev doirada, Davron Abdullayev oq va qorada jo'r bo'lyaptilar. Bu yerda Sherzod Bey degan dastyorimiz bor. Argani ko'taring deyaptilar. Yo, argan bizada yordamchi deyapman. Bahodir Qo'rg'onboyev tori birlamchi. Tor doira, pastda g'u qilib yostiqni vazifasini bajarib tursa bo'ldi, padushka deydi-yu. Shunga o'xshab g'ij-g'ij qilib o'rtani to'ldirib turish kerak. Tog'am aytdilar-da, deyaptilar. Voy, tog'ani jiyani deyapman. Tog'alar eshitayotgan ekanlar-da. Rahmat tog'amizga, omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Sherzod tog'asi bor bo'lsa, tog'alar jiyanga tortadi deydi, demak tog'ani ishini qiladi deb ham. Omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima aytamiz Bahodir aka? Hozir shu bitta qo'shig'imiz bor. Shu Sherzodbek ukamizni shu tog'asi meni eng yaqin do'stim shu Baxtiyor degan. Juda ham bir yaqin do'stim. Tavba, hamma yoq Baxtiyor Bahodirlar qopti-da, ha. Shu do'stim o'zi juda ham bir hassos san'atkor u ham. Endi zamonni zayli bilan ozgina boshqa soha bilan shug'ullanib, boshqa sohaga o'tib ketib qolgan. Shu do'stimiz bilan endi biz juda ham bir nima deydi, oramizdan qil o'tmas. O'rtoqmiz, yaqinmiz. Bir-birimizga hamisha ularning iltimoslarini bajo qilamiz. Ya endi hozir shu do'stimiz sovg'a qilgan bitta qo'shig'i bor. U ham shu do'stimizning musiqasi, shu Baxtiyorjon Teshaboyev musiqasiga. Xo'p bo'ladi. Elimiz sevgan shoir Muslimbek Yo'ldoshev. So'zlariga bastalangan Ko'ngil yaqin degan qo'shiq bor. Muslimbek Yo'ldoshev qo'shiqlari ekan. Bo'ldi, xursand qilib qo'yamiz ustozni ko'rganimizda. Madaniyatdan Abdujalil yozyaptilar. 20-70 raqamidan. Ikkita Bahodir akalar hop olib boryapsizlar-da, zo'r bo'lyapti. Uyimizda ham zo'r bo'lgan kelganinglarda deyaptilar. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, Jalil aka sog' bo'ling. Chaqirib turing, borib turaylik. Marhamat. Mayli. Qo'limizdan kelgancha ijro etamiz endi. Yaqin yo'lim olis yetolmayman. Ayriliqning orolidan ketolmayman. Ko'ngil yaqin yo'lim olis yetolmayman. Ayriliqning orolidan ketolmayman. İkkovimiz o'rtamizga dardu hijron. Qaydin keldi bu savolni yecholmayman. Ikkovimiz o'rtamizga dardu hijron. Qaydin keldi bu savolni yecholmayman. Ko'ngil yaqin yo'lim olis yetolmayman. Bu dardu g'am, bu masofa, sovuq kunlar qachon payti kelib tugar bilolmayman. Bu dardu g'am, bu masofa, sovuq kunlar qachon payti kelib tugar bilolmayman.
fikr yodim faqat senda uchay desam ey yo'q ixtiyor qanotim yo'q ucholmayman fikr yodim faqat senda uchay desam ey yo'q ixtiyor qanotim yo'q ucholmayman ko'ngil yaqin yo'lim olis yetolmayman Senişki aram birer barnıdımga Bu hayaldan ossalar ham kecholmayman Senişki aram birer barnıdımga Bu hayaldan ossalar ham kecholmayman Seni ishqing vasfing muslim qo'shig'iday Jonim bundan boshqa qo'shiq aytolmayman Seni ishqing vasfing oshiq qo'shig'iday Jonim bundan boshqa qo'shiq aytolmayman Ko'ngil yaqin yo'lim olis yetolmayman Ayriliqning orolidan ketolmayman Ko'ngil yaqin yo'lim olis yetolmayman Ayriliqning orolidan ketolmayman Yashar, rahmat, salomat bo'ling. Taqdim qilgan akamizga ham rahmat. Qo'shiq aytdi, qo'shig'ini shuni siz ayting dedilarmi, nima dedilar? Sizga tushadi dedilarmi? Shunaqa bo'ldi. Sizga tushadi. Endi men boshqa sohaga o'tib ketdim-ku. Siz aytsangiz qo'shiq yana bardavom bo'ladi deganlar-da. Shunaqa bo'ldi. Yaxshi ko'ramiz. Shunaqa ishlar bo'lish kerak, bardavom bo'lish kerak. U aytildimi? Xalqniki degan gaplar bor. Ustozlar aytgan, Faxriddin Umarovlar aytgan gap bor-da. Sizni qo'shig'ingiz qayerda? Men qayerda aytganman? Televizorda, radioda bo'ldi, xalqniki bu chiqib ketib bo'ldi. Hali aytmagan bo'lsam, kichkina xonada qayerda bo'lsa, ruxsat so'rasangiz bo'lardi. Televizorda chiqibdi, radioda aytilibdi, bo'ldi, endi u xalqniki. Buzmasdan aytsanglar, men roziman degan joylarini ko'p eshitgan joylarimiz bor. Shuning uchun aytildimi? Keyingi avlod aytib, xirgoy qilib o'rganib, buzmasdan to'g'ri yo'lda yursa, qo'shiq qachonki aytilsa, eshitilsa yashaydi-da. Ana, baraka toping, aytilsa, eshitilsa yashaydi. 4 daqiqalik vaqtimiz bor. Yana bitta narsa ijro qilsangiz, keyin vaqt qolsa ulab beraman. Mayli, yana bir marta shu o'zbegimiz yigitlariga bag'ishlangan bitta qo'shig'imiz bor. Xo'p bo'ladi. Qoqilsa qaytib turar, qo'shiq aytib turar. Qoqilsa qaytib turar, qo'shiq aytib turar. Quyoshdek balqib yurar ey o'zbekning yigitlari. Quyoshdek balqib yurar ey o'zbekning yigitlari.
qabog'ida qor yo'q, nomardlarga zor yo'q, qabog'ida qor yo'q, nomardlarga zor yo'q. Iymoni but ori cho'g'ay o'zbekning yigitlari, iymoni but ori cho'g'ay o'zbekning yigitlari. Sevsa Majnunday sarhush, sevsa ko'kdagi qush. Sevsa Majnunday sarhush, sevsa ko'kdagi qush. O'zbekning o'ziday xush, o'zbekning yigitlari. O'zbekning o'ziday xush, o'zbekning yigitlari. Qoqilsa qaytib turar, qo'shiq aytib turar. Quyoshdek balqib yurar ey o'zbekning yigitlari. Quyoshdek balqib yurar ey o'zbekning yigitlari. Vatani jonda yashar, el qadri qonda yashar. Vatani jonda yashar, el qadri qonda yashar. Ajdod shonda yashar, o'zbekning yigitlari. Oltini oriyati, bekligi hurriyati. Oltini oriyati, bekligi hurriyati. Tinchlikdir xushniyati ey o'zbekning yigitlari. Tinchlikdir xushniyati ey o'zbekning yigitlari. Qoqilsa qaytib turar, qo'shiq aytib turar. Qoqilsa qaytib turar, qo'shiq aytib turar. Quyoshdek balqib yurar ey o'zbekning yigitlari. Quyoshdek balqib yurar ey o'zbekning yigitlari. O'zbekning yigitlari, o'zbekning yigitlari. Yashang, baraka toping, salomat bo'ling. Video tarzida YouTube kanalida ko'rib turganlarimizga rahmat. Fikrlarini qoldirishgan Murodjon Hakimjonov, assalomu alaykum, fayzilani bersin debdilar. Rahmat Murodjon aka, sog' bo'ling. Ravshanbek aka yozganlar, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling, ovozlari chiroyli ekan deb qo'yibdilar, salomat bo'lsinlar. Ma'rifjon Halilov, ofaring, mazza qilyapmiz, nafaslaringiz ko'z tegmasin debdilar Ma'rif akamiz, rahmat. Dadaxon aka Usmonov, Doira akamizga ham rahmat deb qo'ying, gap yo'q debdilar. Xo'p bo'ladi. Dilmurod Fozilov, omad yor bo'lsin. Ulug'bek yozganlar, assalomu alaykum Bahodirjonlar. Telefonda ko'ryapmiz, doimo sog' salomat yuringlar. Rishtondan Saminjon ota bo'laman debdilar. Rahmat. Washington, mazza qilyapmiz. Amerikadan salomlar bo'lsin akalar sizlarga deb yozishibdi. Rahmat, salomat bo'ling. Dunyoning qaysi bir chekkasida bo'lsa, kuzatib turganlarning hammalariga rahmat. Bahodir aka, tilaklar, izhorlar tinglovchilarga navbatda kelguningizga qadar tilaylaringiz. Tilaklarimiz yaqinroq. Avvalambor shu bugungi eshittirishga, ko'rsatuvga e'tibor qilib, o'zlarining vaqtlarini ajratib tomosha qilganlar uchun, eshitganlar uchun hammalariga ming rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamisha yaxshi kayfiyat hamrohlari bo'lsin, yaxshi kuy qo'shiqlar hamrohlari bo'lsin, xonadonlarda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Biz ham qo'limizdan kelgancha o'sha yaxshi kunlarda xizmatda bo'lish nasib bo'lsin hammamizga. Baraka toping. Salomatlikda ko'rishaylik. Rahmat. Yangi qo'shiqlar, mualliflik qo'shiqlar bo'lsa, Sherzodbek bizga jo'natadi. Biz yana yurtdoshlarning savol-javoblar, g'alvir o'yinlar, xalpanalar qilib, bardavomligini ta'minlaymiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.